Bir qator ko'rsatib o'taman, keyin hammasini bitta tushuntirib o'taman shularni. Bular tovarlar hammasi Turkiyaniki. Biz Xitoyga chiqmaymiz, bilasizlar. Mana shu narsa donali bor. O'zlari ehtiyojlariga olganlar buni. Bu katta o'g'illariga, yana bir o'g'illari, bu qizlarga qilib jo'natdilar. Bu kamzul. Dona yo'q, aslini olganda dona qilib berishdi. Mana sumka. Sumkani narxi $22. Original emas, lekin birga bir kopiya, juda ham yaxshi narsa, juda sifatli narsa. Olib xotirjam 5-4 yil tutsangiz bo'ladi. Materiali ham juda yaxshi. Bu pijama, skidkaga tushgan pijama. Narxi $5.5 da. Seriyaga olinadi, faqat seriya. Ichki kiyimlar bilasizlar ko'proq dona sotishadi, lekin bu seriyaga sotishadi buni. Skidkaga tushirishgani uchun hisobiga. Mana shu firmani molini juda ko'p sotyapmiz. Bu ko'li. To'g'risi ochamayman buni. Ochgandan klientga topshirsam qiyinlashadi. Narxi $25. Materiali, mana yengidagi material juda ham zo'r material. Katushka bo'lib qolmaydi, eng qizig'i ular. Dasturxon. Ko'ring. Biri 40 ga, biri 80. Narxi ham qimmat emas. $9.5. Bu Darkmore firma toshli sviterlar bo'ladi. Bitta palto yo kurtka kiyib ustida kiyasiz bo'ladi ichingizda buni. Yellowshin duokamiz bu. Narxi buni $28. Buni narxi $15. Kargosi hammasini qo'shmagan holatda aytyapman. Bu ichki kiyim $18. Lazi firmaniki juda zo'r narsa. Sochiq oldilar, donasi, amash korobkasi $7. Turishi do'kondagi narxi bular. Mana haftalik qilib bo'lgan qo'l sochiq bular, oshxona uchun. Dushanba, seshanba, chorshanba qilib tutsangiz bo'ladi. Haftada bir kundan ishlatsangiz. Erkaklarning pijamasi, Carden. Yaxshi narsa, originali bu. Yana bir Nurtex firmaniki ichki kiyimlarimiz. To'yga, kelinga, sarpiga olishadi bunday narsalar ko'proq. Bunaqa narsalarda bizda dona bor, olsangiz bo'ladi. Faqat bitta ikkita dona jo'nata olmayman, ko'proq dona olishingiz kerak bo'ladi. Mana shu trendga chiqqan jemper. Shu firmaniki, juda ham zo'r narsa. Ko'ringlar. Narxi $13, kargosi alohida. Buni har xil qilib olsangiz bo'ladi. Faqat eng kami 5 ta olishingiz kerak. Juda ham zo'r, materiallar ham yaxshi chiqqan. Ko'ringlar. Razmeri standart bo'ladi. Biz har xil oldik, mana 2 xil qilib oldik, 2 xil bor edi, shuni oldik. Yana mana shu firmaning ko'ylagidan, ko'ringlar, xuddi shunisidan. O'zbekistonda trendga chiqqan rang qahva rang deydi, quyuq qahva deydi. Cho'kko'y rangi ya'ni. Bu hafta shu mollar qolgan, ko'p mollar Toshkentda qoldi, Vodiy vohaga ketdi. Namanganni, Andijon, Farg'onaning mollari shu yerda hozir. Kimga shunaqa tovarlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqinglar, yetkazib beramiz.